Haqiqat shu, iymonimning bir parchasi. Bu ummatga nabiy kelmas endi boshqa, ammo iymon ilmlarin tiriltirib, bu ummatga siddiq kerak yana bitta. Islomning ham quruq nomi suzib yurar, musulmonlar o'z dinini buzib yurar, islom deya din ishida qattiq turar. Bu ummatga Umar kerak yana bitta. Qur'on o'qib harflarini yod olamiz, birodar deb dindan quruq dod solamiz. O'lim chog'i qo'lda bo'lgan mushafimiz. Bu ummatga Usmon kerak yana bitta. Ilm o'qib shijoatdan no'noq bo'ldik, birini tutib boshqasini xarob qildik. Buyuk islom ilmiga bir darvozadek. Bu ummatga Ali kerak yana bitta. Dunyo deya dunyolarini sotib qo'ygan, bundan nada ko'ngil va na nafs to'ygan, jonin sotib olish uchun garov qo'ygan. Bu ummatga mablag' kerak juda katta. Bobolarin dinidan-ku qaytdi arab, islom dini yoyilmoqda har to'rt taraf. Gap so'z deya turib olgan udum taraf. Bu ummatga tugun kerak juda katta. Fitnalarni qazib topar yo'q joyidan, dinning tani jarohatli ko'p joyidan, yovlar kirib kelmasidan to'r joyidan. Bu ummatga birlik kerakdir albatta. Tong otgandan kun botguncha zangor rang, ekranga boqib turar quloq garang, quyosh nur yuzga tushsa turar arang. Bu ummatga himmat kerakdir albatta. Bolasini pul topishga o'rgatadi, qo'y boqishga, o't yoqishga o'rgatadi. Qalbida kim islom o'rnin to'ldiradi. Bu ummatga insof kerakdir albatta. Qiz hijobi o'ray desa ota xunob, akada yuz o'zida ham mingta gunoh. Bilmam qanday tushgan bunday holga nogoh. Bu ummatga nomus kerakdir albatta. Namozi bor, xushusi yo'q obidlarin, dunyo desa uchib qo'nar zohitlari, ilmi boru amali yo'q olimlari. Bu ummatga taqvo kerakdir albatta. Gapim ko'p, hozircha shu so'zim so'nggi. Iymon bordur sal uzoqroq dunyo so'nggi. Yana dunyo ahli uchun so'z qotmoqqa, bu ummatga ilm kerakdir